Qo'y jonining rostilla foydali tarafi bormi? Endi biz 80-90 yilliklar ko'pinchimiz kigizni bilamiz, shunami? Kichigimizdan shu kigizda eg'inab, mo'lliq etib, ancha-muncha jung chaynab cho'ng bo'lgan. Endi bizning shu ota-boblarimiz, ajdodlarimizmi mana shu qo'y jonining belgilik foydali tarafini bilgachga, shu qo'y jonidan har xil kigizlarni, yotgan ko'rplarni, yostiqlarni, petaklargacha yasab, shuni o'z turmushida ishlatgan. Endi bu yozda salqin, qishda issiq, namlikni tatidi degandek bir qancha turlik yaxshi rollar bor buning. Qo'yjun qirqib baqqanmi? Qo'yni yotqizib butun bog'lab yoz vaqti bak jun yusib ketgan vaqtda men qirqib baqqan. Mesela qirqib baqqanlardan nechinglar bor, ko'ngil qilganlar. Endi bu qo'yjunning salomatligini asrashga odam badaniga belgilik foydasi bor ekan. Undaqda buningdan tikkan bu yotgan ko'plarga navbat shu qo'yjunning orasiga odam badaniga foydali har xil o'simlik dorilarni tiqib etib qolsak, tang aralashtirib olmoq yozsak foydasi texim yuqori ko'tariladimi? Mana shunday qilsak bizga teximdek foyda qilib qoladimi bu? Quruq kigiz ko'p yotgandan ma'ning foydasi texim ortiq bo'ladimi? To'xta, lekin bunda qilgan bilan bu qo'yjun degan ses xuraydigan narsa bo'lsa, o'ydi buni sep yozsak odamning buning ses xurab ketsa, kuyaydi buni, qurtlaydi, kepina ko'p ketadi. Bu masalani qanday qilamiz endi shunami? Buning amali bormi deganda amali bor ekan. Xotan Chirdagi Vafodor savdo-cheklik shirkati men boya o'ttirib qo'ygan barliq ortiqchiliklarni mujassamlab, kamchiliklarni yo'qitib, bular xil kalliqa turib, pishiqlab ishlab, shunday bir mahsulotlarni o'ttirib chiqiribdi. Vafodor markasidagi ko'p, yotqan, yostiq degandek. Bular shu Chir noyisining yerlik danliq bir qaryon quyining jungini elib, buning ichiga tibobatdagi 21 xil o'simlik har xil dorilarni qetib, bu junglarni jo'p, tarab, pishiqlab ishlab, meningdek ses burmaydigan, kuyyab qurtlab ketmaydigan holatga akilib, chiroyli tikib, buni mehmonxona o'yg'isib yostiq bo'g'idek holatga akib tayyor qilib qo'yibdi. Endi buning roli revmatizm, bo'g'im og'rig'i, mendek joyda o'tirib xizmat qildiganlarning gajgi sag'riydigan, bil qetib qoldigan, mo'lag'an intayin maskeldika moshni sep, yeb, quyib yossaq. Uning bu ko'p yotganlarning yana bir ortiqchiligi tok qıcatmaydigansiz sep yossaqlan bo'ladi ekan. Vafodorlarning vafodorlik yetkazadigan bir xil mahsulot ekan bu. Navbat mush mahsulotga qiziqadiganlar bo'lsa, aloqa qilish numeri va undidor o'xshashlar 138 99 46 19 74. Bular hozir qo'sh umrlik faoliyat qilib o'tibdi. Uning sizga sizlar aloqalashgandan keyin men qoldi kitobdan qo'yinsiz desanglar, ba'dim sal bal e'tibor qildi, azroq yuzimni qiladi. Undan sirt sizlar olgandan keyin millionlarni eng tez suratda septirishga kafolatlik qildi. Bularning do'yinsini ostiga aytib qo'ydim. Yoqtirgan do'stlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Rahmat.